alaykum qadrli YouTube tomoshabinlarim. Mana biz navbatdagi ishimizni inshaalloh bitirib oldik. Bu ishimiz ozgina cho'zilib qoldi. Nimagaki ma'lum bir sabablar bilan ishlarimiz ko'payib ketib qolib, boshqa ishlar ko'payib ketib, cho'zilib ketib qoldi. Inshaalloh bu ishimiz ham mana bitkazildi. Ko'rib bir baho berasizlar. Bu ishimiz ham inshaalloh o'sha 037 oq mokri tillarang aralashtirib qilib beriladigan ishimizdan biri. Hop, narxiga kelsak 137 ming so'mdan material ichida hamma narsasi. Hop, tunichasi, profili, samarez, mana lesalari ham kiradi. Mana bu tarnosiga kelsak, bunisi 41 ligi, bunisidan bo'lgan 41 ligi bo'lgan, bunisi 75 ming so'mdan chiqadi. Metr polni hamma yo'q o'zimizdan. Bunisini ham keyin 31 ligi bor. Unisi 65 ming so'mdan chiqadi. Ko'rib baho berasizlar ishimizga. Yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib ketasizlar. Ustunga ham alohida e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli qilib tushirib berganmiz ustunini. Ishimiz xohlasa, burchaklariga ham alohida e'tibor berib qo'yaverasizlar. Inshaalloh juda ham chiroyli chiqqan burchaklari mana. Ko'rib baho beraverasizlar. Mana hamma burchagi inshaalloh bir xil. Mana hop. Yani bitta darvozaxonamiz bo'lgan. Burchaklariga ham bunisiga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. 4 ta burchak bir xil. Mana bu oynasiga kelsak, bu oynasi alohida yuradi. Mana shu tayyor bo'lishi 500 ming so'mga tayyor bo'ladi bu oynasini. Ko'rib baho berasizlar. Mana ustalarimiz ishlashyapti. Hozir yakuniga keldi inshaalloh. 20 minutda bo'lishadi. Bitta baho berasizlar. Kimga mana shunaqa turnicha xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu ekranda chiqib turgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishlaringizni tez va sifatli, chiroyli qilib bitirib beramiz. Sog' va salomat bo'lasizlar.